Assalomu alaykum hurmatli rahbariyat. Xalq banki Qo'rg'ontepa bank xizmatlari markazi tomonidan Qo'rg'ontepa tumani Yangibo'ston MFI hududida joylashgan 202-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz ekin turi ekilgan. Jami yer maydoni 5 gektar. Dehqon xo'jaliklari soni 33 ta. Biriktirilgan tadbirkor potensial MChJ. Hozirgi kunda ushbu 202-kontur yer maydonida piyoz ekin turini ertaki hamda kechkisi birgalikda yarmiga ekilgan. Agregat holatlari, o'g'itlash, suvlash ishlari davom ettirilmoqda. Xudo xolasa bundan ko'zlangan maqsad dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish hamda ularni yuqori serdaromad hosilga olib chiqish.